Mana o'sha Namangandagi yegan somsaga keldik. Mana tandirda qaranglar, hozir yopib qo'yibdi, hozir ko'ramiz bo'lsa. Nima aytdik, yana bitta qurilyapti ekan. Mana. Bu naryoqda doimiy pishib turadi 2-3 ta tandirlarida. Joylarni ko'rsatadigan bo'lsam sizlarga joylari. Ichkarida oilaviy xonalari ham bor. Biz hozirda Namangan somsalaridanmiz. Katta tandirda ko'ramiz. Tandir ochilib, ancha yengillab qoldi. Mushashliklar. Bu somsani eng kattasi qancha ekan aka? 99 ming. Assortiment ekan. Nima shu somsasi 99 ming. Qancha o'tishasiz? Aka, bular qancha? 5 ming so'm. Markasasi. Men somsalar qancha mingdan boshlab mana 5 ming so'm. Bu qo'y qovrug'i. Har xili bor ekan. Hamma syomka qilyapti. Mana bu yoqda shashliklar pishyapti. Keyin naryoqda yana bitta tandir qurilyapti. Mana 3 etajli bino. Kelib bemalol yesanglar bo'laveradi Namangan joyida. Bay. Ushbu somsani yeganlar somsa haqida fikringlarni yozib qoldiringlar.